Xo'p. Eshitdim deydi. Qur'onga muhabbat bo'lsa, yo'nalishga muhabbat bo'lgan. Mana. Qaysi yo'lni tanlash kerak deb. Siz Qur'onni tanlang. Hamma Qur'onni tanlasa birinchi, voy bo'ydoqlar. Birinchi Qur'onni tanlang. Yana aytsalar kulasiz. Birinchi Qur'onni tanlagan odam u Qur'on uyini quradi. Qur'onni yodlab olib uylaning, chunki sizga qoriyasi keladi. Birlari 5 borada uylanib oladi. Sizga 5 boralik qoriya kelmaydi, 3 boralik qoriya keladi. Chunki ayol pastroq bo'ladi. Masalan, men aynan qizimni bermayman qor bo'lmasangiz. Shunday kelasiz, arablarda ma'assalama deydi. Dafbo deydi-yu, yo'q deydi. Masalan, yaxshi ko'ramiz. Qanaqasiga aytaman, buni kallasi joyidami deyman. Meni qizim qoriya bo'lsa deydi. Bu qanaqa qoriya bo'lmagan, ya'ni qoriya bo'lgan qizni qanaqasiga o'zi qori bo'lmasan so'rayapti. To'ram deyman, qarab qo'ying mana uyga kelgan. Qanaqadir bir Toshkentcha atvet qilish kerak bo'lsa, Toshkentcha atvet qilmaydi. Birinchi Qur'onni tanlagan odam u Qur'on uyini quradi. Qur'on uyini quradi.